egallaydi. Lekin bularning ikkisi ham misol uchun block level elementlar bo'lganligi uchun ularning har biri alohida qatorga tushyapti. Yoki bo'lmasam paragraf tagini olaylik. Bu yangi paragraf. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek paragraf tagi ham, element ham bu yerda block level bo'lganligi uchun bu alohida qatorga tushyapti. Ana endi bularni asli chegarasini ko'radigan bo'lsak, bu yerga kelamiz. Xo'p. Bodyni ichidagi hamma narsani chegarasini kelinglar. 2 piksel solid beramiz. Xo'p, red beramiz. Ya'ni 2 piksel uzilmagan holatdagi qizil chiziq bilan chegaralanadi. Mana ko'rib turganingizdek, bularning asli kontentining mana kontentining kengligi misol uchun 200 piksel yoki mana bu 100 piksel bo'ladigan bo'lsa ham bularning hammasi alohida-alohidadan qatorni egallayapti. Ana endi inline level elementga nimalar misol bo'lishi mumkin? Inline level elementga misol uchun span. Span bu span degan bo'lsak, xo'p. Mana bu span ko'rib turganingizdek o'ziga kerak, o'zining kontenti qanchalik kenglikda bo'lsa, mana shunga kerak bo'ladigan hududni olyapti-da, qolganini ignore qilyapti. Ya'ni qolganini qabul qilmaydi va bu o'ziga kerakli hudud mana o'zining chegarasi, mana shu kontent uchun kerak bo'ladigan hududni olyapti. Agarda buni yonidan yana bitta span qo'yadigan bo'lsak, misol uchun bu ikkinchi span. Ko'rib turganingizdek, mana ikkinchi span birinchi spanning yonidan joy olyapti. Bu narsa qancha davom etishi mumkin? Mana misol uchun ko'ryapsizmi? Bu har qancha mana bu ekranning oxiriga yetgungacha joy olaveradi. Ana endi ekranning oxirida joy tugadi, mana keyingi qatorga tushyapti. Mana ko'ryapsizmi? Ekrandan ekranni bu yog'ida joy yetmasa, u keyingi qatorga o'tib ketyapti. Buni mana bunday qilib yana orqaga qaytarsa bo'ladi. Bu ekranning katta-kichik bo'lishiga qarab turib yoki pastlaydi yoki tepa qatorga chiqadi.